Rolex magazinlariga yolg'iz holatda kiradigan bo'lsangiz, 99% holatlarda sizga soat sotishmaydi va juda ham boshqacha aura sizni bosadi. Sababi interyeri juda ham qimmatbaho va luxury stilda qilingan bo'ladi. Xuddi shunaqa Toshkent shahrida juda ham mashhur bo'lgan Obid Sobitov do'konlariga Rolex stilida juda ham luxury remont patkul chiqib berganmiz. Do'konga kirganimizda biz o'ng tomonida katta formatli toshlarni joylashtirib berganmiz. Bu luxuryda yana ham mahobatini ochib beradi va interyerni go'zallashtirib beradi. O'ng qo'lda esa har bir persona uchun o'tirib gaplashib o'tiradigan divanli zonalarni joylashtirganmiz va o'rtada esa katta astrologni joylashtirganmiz. Uni ustida qimmatbaho soatlarni qo'yib taqdimot qilishadi va buni tegini esa polностью tovarlarga ishlatib olishadi. Chap qo'lda esa atroflarini toshdan va o'rtasini esa mebelni derskiy to'q rangdan tanlab berganmiz. Sababi to'q rang soatni ko'rkamroq va qimmatbaho qilib ko'rsatadi. Orqa tarafida esa ko'pchilik bilmaydigan, ko'pchilik kira olmaydigan xonasi bor. U faqat VIP mijozlar uchun. VIP mijozlarga esa hamma kiradigan joydan emas, orqa tomondan eshik ochib berganmiz. Do'kon interyeri sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying va shunaqa ko'proq qiziqarli ma'lumotlarni va dizaynlarni kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tib oling.